Birodarlar, har doim 5 vaqt namozimda, turganda, yotganda, yurganda har doim musofirlarni eslayman. Eslamay qolgan paytlarimda ham shu eslamaganligim uchun qaytadan yana eslayman. Musofirlar bilan hamdardmiz. Musofirlar bu millatning qahramonlari. Halol kasb, rizq uchun safarga chiqqan. Payg'ambar alayhissalotu vassalom o'sha halol kasb, halol rizq, oila boqaman deb shu ko'chaga chiqqan odamni fi sabilillah deganlar. Alloh yo'lidagi odam deganlar. Alloh yo'lidagi odam. Sahobalar bir odamni ko'rsatib, jasadi zo'r ekanda, shu go'ralari zo'r, baquvvat odam ekan. Shu odam Alloh yo'lida jang qilsa zo'r bo'lar ekan, ya Rasululloh deganda payg'ambar alayhissalom hozir nima qilyapti deganlar. Hozir bola chaqasini rizq deb yuribdi. Bu ham fi sabilillah deganlar. Musofirdagi odamlar, niyatingizni isloh qilsangiz, Alloh yo'lidagi jangdan kam ish qilyapsiz.